Assalomu alaykum qarindoshlar. Assalomu alaykum tavakkal qanday ahvolingiz yaxshi dedingizmi? Endi bu shu odamlarni endi ustoz demdik, demamdik. Ustozlik salohiyatiga uyg'unmi, uyg'un emasmi? deb toza cho'kib kirsakchi desa asli ustozlik salohiyatiga uyg'un emas. Ustozlik salohiyatiga uyg'un emas. Ma millatning beshiga eg'ir bir kun kelgan vaqtda ular o'zining rolini joriy qildiranmagan. Hamda aşında mediaga chiqib, aşında millatga bir foydali bir gap qilamagan odamni yana ustoz deb yuraversa, ma tövanda vatan uchun, millat uchun jon ko'ydirayotgan, nayt to'g'ri fikrlarni qilayotgan, dunyo vaziyatini shunda chiroyli mo'ljallayotgan va Qur'onnimi, yana Allohning dinini